adin domini ko'rganimizda jalab pizzani televizor orqali ko'rardik. Da o'shani hidini hech qachon burnimiz his qilmagan. Gastronomический orgazm his qilardik. Pizza adin domi yesa biz nima ekan derdik, pizza derdik. Hali og'zimiz ta'mni bilmaydi. Hozir jalab quturib ketgan yoshlar ham jalab quyib borgan. Pepperoni yeymizmi bugun? Men pepperoni yeyman. Sirligidan divoynoyat bor. Voy jalab bo'yin go'sht biza hayitda onayni ham biz yetim bo'lib katta bo'lganmiz. Mahallamizda kimdir qo'y so'ysa 2 kilo go'sht beradi, bir yilda bir marta. Hozirgi jalab bo'yin go'shtiga boradimi? Bo'yin go'shti, tashoq go'shti, anu veriska deydimi? Anu laqim joyidan yirkalanib ketgan yoshlar quyib qo'ygan. Bizni urib onayni yemagur oyog'imizni ko'kartirardi. Ota-onamiz